Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun chorshanba. Tövəndəki xabarlarımızın təfsilatı bo'lsin. Xitoy xabar to'rining 19 sentyabrdagi xabarda bildirilishicha, 2023-yillik Ipak yo'li iqtisodiy balvog'ning ekologik muhitning sijil taraqqiyot munbir yig'ini 18 sentyabrdan 19 sentyabrgacha Urumchida o'tkazilgan. Nurg'un davlatlardan kelgan mutaxassislar va olimlar Urumchiga yig'ilib, Ipak yo'li iqtisodiy balvog'ning ekologik muhitining sijil taraqqiyotini muzokara qilgan. Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston qatorliq 17 davlat va rayondan kelgan 300 dan ortiq atalmış mutaxassis va olimlar va amaldorlar bu yig'inga ishtirok qilgan. Bu yig'inning temasi atalmış taraqqiyot kuchlarini jamlab, go'zal Ipak yo'l barpo qilish bo'lib, bir balvog'i bir yo'l tashabbusining iqtisodiy taraqqiyotini ilgari surishni maqsad qilgan ekan. Yig'in jarayonida dehqonchilik va yeshil yemaklik bexatarligi, suv boyligining ahvoli va imkoniyatidan sijil foydalanish, terilg'u yerning buzilishi va qum ofatining oldini olish va kontrol qilish, ekologik bayqash texnikasi va qo'llanish qatorliq qiziq nuqtalar muzokara qilingan. Bu yig'in bilan birga vaqtda yana atalmış bir balvog' bir yo'l ekologik muhit sohasidagi fan texnik hamkorlik muvaffaqiyatlari ko'rgazmasi o'tkazilgan bo'lib, Xitoy O'rta Osiyo davlatlar ilm-fan tadqiqot va taraqqiyot sohasida dialog mexanizmi o'rtoqlik jihati birlikka kelgan. Bular o'rtaq holda atalmış taraqqiy qilib, go'zal Ipak yo'l barpo qilish xitobnomasini e'lon qilib, atrofdagi davlatlar bo'libmi O'rta Osiyodagi 5 davlat bilan bo'lgan amaliy hamkorlikni o'zliksiz cho'nqirlashtirdi ekan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.